Bemorimizda tashxisimiz rozatsiya, shikoyatlari, yuzlarida qizarish, toshmalar. Bular oldin lecheniya olgan ekanlar, analiz topshirganlarida Demodex chiqqan ekan. Hozir bulardan biz yana boshqatdan Demodexga olamiz, chunki kipriklardan tekshirilmagan ekan. Agar kiprikda Demodex kanasi qolib ketadigan bo'lsa, albatta yuzga tushadi va jarayonni yana qaytalantirishga sabab bo'ladi. Hozir bulardan analiz olib, shunga qarab keyin konsultatsiya qilamiz. Endi kipriklarni olamiz. Ikkala ko'zdan ham olinadi. Hozir analizlarni, ya'ni kipriklarini birinchi o'rinda mikroskopda ko'ramiz. Hozir bularning kipriklari mana aniqlandi, oyoqchalari ko'rinib turibdi. Hozir qolgan kipriklarni ham ko'ramiz. Уже bitta aniqlandi. Hozir o'zgarishlar bo'lganmi? Dori ichganmiz, endokrinologga ko'ringanmisiz? Yo'q, gormonal borasida shunday lechina qilmaganman degan. Shikoyatim ham bo'lmagan. Mana tuxumchasi turibdi. O'z oshqozoningizda og'riqlar bo'lmaydimi? Yo'q. Bu nima uchun qaytalanadi? Nima narusheniylar bo'lsa bo'lib qolishi mumkin? Nimalarga ahamiyat berishingiz kerak? Hozir men sizga analizlar yozib beraman. Imun oshqozonga tegishliligi kerak bo'ladi, bizga vitamin D kerak bo'ladi. Bu qonni tekshiramiz, jigar o't qoplarini yana bir sidirib ko'ramiz-da. Chunki bularning ahamiyati bormi? Albatta, yuzda kana rivojlanishi uchun ichki muammolar bo'lishi kerak. Qachonki ichki muammo bo'ladi, keyin bu rivojlana oladi. Ikkinchi tarafdan bu ish bilan bog'liq. Boyaga aytganim, o'sha issig'i ko'p yaxshi ko'rishingiz bu narsani jarayonni kuchaytirib beradi. Shu issig'ni yaxshi ko'rishingizni cheklash kerak bo'ladi. Hozir dietalarni beraman. Issiq choy, issiq ovqat, issiq kofe birinchi o'rinda, achchiq sho'r, sitrus mevalar va har xil chaqchuqlar mumkin bo'lmaydi. Endi spirtni ichmasangiz kerak, spirtni ham tavsiya qilinmaydi. 18+ energetiklar ham tavsiya qilinmaydi. Men bu yerga kerakli protseduralarni yozib olman. Bu keyinroq qilamiz, oldin ozgina davolanasiz. Hop, dorilarni yozdim. Bu hozir chista terizga tegishligini yozdim. Qolganini analizlardan keyin yozaman. Oshqozonda muammo, ichida muammo, unga qaraymiz-da. Agar gormonal chiqadigan bo'lsa muammo, uni endokrinolog bilan birga davom ettiramiz. Hech qachon teri muammosi quruq terini o'ziniki bo'lmaydi. Har bir ichki muammolarga bog'liq bo'ladi. Soch bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, teri bo'ladimi? Hattoki oddiy yuzim quriyapti, ajrim ko'payyapti deganda ham buqo muammosi, vitamin D yetishmovchiligi, suv kam ichish odatlari kelib chiqadi hattoki. Teri kasalliklari 100%. Shuning uchun ichkari bilan birga terapevtический, dermatologический, kosmetologический qilib davolaymiz. Qancha muddat ketadi? Minimum 3 oy, maksimum 1 yil. 1 yilni mana hisobiga kana kiprigiga chiqdi-ku. 3 oyda analiz olamiz. Qachon kiprigi toza chiqdi, yuzdagi toza chiqdi, yuzingiz o'zi yaxshi bo'lgani bilan hali kana ishlayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun analizingiz toza chiqqandan keyin ishlatadigan narsalarni